Assalomu alaykum, hurmatli sportchilar, yangi mahalla sportchilari. Bizning bir tajriba bilan shu har bitta mahallada mahalla banki, mahalla agentlar tashkil qilingan. O'sha bo'yicha navbatdagi o'sha yangi mahallasida bugun tadbirkorlikka jalb qilish formalari bo'yicha uchrashuv o'tkazyapmiz. O'sha sizlarda agar nima masalalar bo'layotgan bo'lsa, qanaqa yechimini topish bo'yicha o'sha tadbirkor kurslar bo'yicha o'sha uchrashuv o'tkazamiz. Bizlarda bank mahsulotlar haqiqatni sizlarga tushuntirib joyida hamma bilan beramiz. Kreditlarimiz bor, qaysi sizlarga ma'qul kelsa o'shalar tushunchalar berib boramiz. Hozirda bizlarda o'sha yangi mahallasimizda mahalla agentlik tomonidan har bir xonadan o'rganib chiqilmoqda. Keyin mahalla ixtisoslashuvi bo'yicha har bitta bo'lingan o'sha ixtisoslashuv bo'yicha tushunchalar berib borilyapti.